Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan bolalikdagi qo'rquvlar haqida gaplashamiz. Aziz do'stim, siz nima deb o'ylaysiz? Bolani qo'rquv bilan katta qilish kerakmi? Bola bizni ko'rsa qo'rqib turish kerakmi? Bola ota-onasidan qo'rqishi kerakmi? Shu savolni berganimda ko'p ota-onalar albatta qo'rqish kerak deb o'ylaydi. Aytadi bu gaplarni, aytishadi, chunki ko'p ota-onalar aytadi, ota-bobolarimiz ota-onalarimizni qo'rqitib katta qilishgan. Nima bo'pti? Qo'rqmasa hurmat qilishi mumkinmi deb savol berishadi. Xuddi shu savolga amerikalik psixolog, olim, yozuvchi Gerald Yampolskiy shunday deb javob bergan ekan. Aslida har birimizning ijobiy va salbiy tuyg'ularimizni asosiy manbasi ikkita. Ular qo'rquv va muhabbat. Salbiy tuyg'ularning asosiy manbasi qo'rquv, ijobiy tuyg'ularning asosiy manbasi bu muhabbatdir. Ya'ni insonning qalbida qo'rquv yotganida muhabbat bo'lmaydi. Muhabbat bo'lganda esa qo'rquv bo'lmaydi deb aytgan ekan. Bilasizmi, bu insonning fikri to'g'ri deb o'ylayman. Ayniqsa hozir ota-onalar aytishadi, mani bolam parishon xotir, o'qigisi kelmaydi. Shuncha sharoit yaratib bersam ham baribir yaxshi baho olmayapti deb shikoyat qilishadi. Ana shu bolalar bilan gaplashganimda, bilasizmi, qo'rquvlar borligini ko'rib qolaman. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti olimlari, neyrobiologlar juda ko'p tadqiqotlar o'tkazishganda shu xulosaga kelishgan ekan. Inson miyasida amigdala qismi bola haddan tashqari qo'rqayotganda, doimiy stressda yurganida, baqiriqlar ostida yashayotganida stress gormonlarini juda ko'p ishlab chiqarar ekan. Stressdagi bola esa ilm olishga toqati bo'lmas ekan, xohlamas ekan shunchaki. Ya'ni bu nima demoqchiman? Miya qabul qilmaydi baribir. Ilm olishni xohlamaydi u. Chunki uning asosiy muammolari turibdi. O'sha muammolarni hal qilish kerak aslida u. Inson qo'rqsa hurmat qilmaydi. Qo'rquvlarning tagida juda ko'p haqiqatdan ham noroziliklar, xafagarchiliklar, nafrat, g'azab yotgan bo'ladi. Yana bir tomonni hisobga olish kerakki, qo'rquv bilan katta bo'lgan insonda, bu ham olimlar tomonidan tasdiqlangan ilm hisoblanadi. 40%, 50% kasalliklar, insonlardagi, katta odamlardagi 40%, 50% kasalliklar bolalikdagi qo'rquvlardan kelib chiqar ekan. Yurak qon tomir kasalliklari, oshqozon kasalliklar. Bularni davom ettirish mumkin, juda ko'p davom ettirish mumkin. Hammasi psixosomatik kasalliklar deyiladi yana. Barchasi shu bolalikdagi qo'rquvlarga borib taqalar ekan. Men shuning uchun ham bolani qo'rqitmaslik kerak deb o'ylayman. Bolani shunchaki yaxshi ko'rib, uni shaxsini hurmat qilib muomala qilish kerak deb o'ylayman. Doimiy qo'rquvlar, doimiy baqiriqlar ostida katta bo'layotgan bola, ota-onasidan qo'rqib, titrab katta bo'layotgan bola, katta bo'lgandan keyin atrofdagilardan ham qo'rqib yashaydi aslida. U qayerdadir ishlasa boshlig'iga e'tiroz bildira olmaydi, fikrini bildira olmaydi. Yo'q deyish u yerda tursin, o'z fikrini ham bildira olmaydi. Turmush qurgan qizlar ham, hatto yigitlar ham xafa bo'lib qoladi deb yo'q deya olmaydi. Aslida hammasi ildizi bolalikka borib taqaladi. Bilasizmi, bolalikning ko'zlari katta bo'ladi deyishadi. Haqiqatan ham bu to'g'ri. Bolalikda baxtli yashagan inson bolalikdagi baxtini juda ko'p qilib ko'paytirib his qiladi. Lekin bolalikda qo'rqib katta bo'lgan inson ana shu qo'rquvlarni ko'paytirib yashaydi. Bu insonning o'ziga ham ruhiyatiga va tanasiga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Insondagi bu holatlar bolaga juda ham qattiq ta'sir qiladi. Mana shuning uchun ham iloji boricha, ayniqsa kichik yoshdan boshlab, go'daylik davridan boshlab bolakayga juda ko'p mehr berish kerak.
ona tomonidan, ota tomonidan berilgan samimiy muhabbat bolani sog'lom o'sishiga muhit yaratadi, shart-sharoit yaratadi. Mehr muhabbat bilan katta bo'layotgan bola atrofdagilardan faqat va faqat yaxshilik kutadi. Qo'rquvlar bilan katta bo'layotgan bola esa doim men xavfda yashayapman degan ong ostida buyruq bo'ladi, doimiy ravishda. Bunaqa inson katta bo'lganda ham o'zini xavfda yashayotgandek his qiladi. Bilasizmi, bir ayol mijozim bilan gaplashganimda o'zlaridagi holatlari judayam og'riqli holatlari bo'lganligi uchun u kishini bolaliklari haqida so'raganimda turmushga chiqqunimga qadar bo'lgan voqealarni uncha eslay olmayman dedilar. Men hayron qoldim. Qanaqasiga? Shunday bo'lishi ham mumkinmi? Haqiqatan ham sekin-sekin surishtirganimizda, gaplashganimda bolalikdagi nihoyatda qattiq og'riqlar, qo'rquvlar, o'zlarining yaqinlari tomonidan olingan og'riqli vaziyatlar, voqea hodisalar shu darajada ta'sir qilganki, bilasizmi, miya o'sha holatni o'chirib qo'ygan. Ya'ni ana shu ayol mijozimni hayoti yana og'riqli bo'lib ketmasligi uchun. Haqiqatan ham inson tanasi nihoyatda, bizning tanamiz nihoyatda aqlli, dono. Olimlar buni aniqlashgan, haqiqatan ham tanamizning o'z intellekti bor, aqli bor. Haqiqatan ham miya og'riqli holatlar ko'payib ketsa o'chirib qo'yadi. Bu esa lekin baribir kelajakka ta'sir qiladi. Baribir o'sha inson qo'rquvlar ostida yashaydi. Sababsiz qo'rquvlar ostida yashaydi. Nega qo'rqayotganini o'zi ham bilmaydi. Nimaga hadeb xavotirlanayotganini o'zi ham tushunmaydi. Lekin baribir qo'rquvlar ichida yashaydi. Hatto shunday mijozlarimiz kelishadi. Men doimiy tahlikali holatda yashayman. Hamma narsam joyida, lekin baribir xavotirlanaveraman degan so'rovlar bilan kelishadi. Hammasi bolalikka borib taqaladi. Bolalikdagi qattiq qo'rquvlar o'sha insonga haligacha ta'sir qilayotgan bo'ladi. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, bolani mehr bilan ko'proq quchoqlaymiz. Ko'proq unga yaxshi ko'raman deymiz. Ko'proq u bilan hayratlanamiz. Va albatta shaxsni hurmat qilamiz. Kerak emas uning qo'rquvlar bilan bizga bo'lgan hurmati. Qo'rquv bilan hurmat qozonilmaydi. Mehr muhabbat bilan hurmat qozoniladi. Bir onaga yechim berdim, bolasidagi qo'rquvlarni qanday qilib chiqarib yuborish bo'yicha. Balkim sizga ham foydali bo'lib qolar. Kichik yoshdagi bolasi nihoyatda qattiq qo'rqayotganligini, tashqariga chiqolmayotganini, qo'rqinchli tushlar ko'rayotganini aytib qolgan edi. Ana o'shanda bolakay bilan yolg'iz qoldimda, chizib bermangga dedi. Tasavvuringdagi o'sha qo'rquvni chizib ber. Chizib berdi. Qora bulutga o'xshagan narsa. Keyin turli rangdagi flomasterlar bilan unga quloqlar chizdik, ko'zchalar chizdik. Turli gullar chizib berdim atroflariga. Turli rangli ilmoqlar, halqalar chizib qo'ydim. Kulgili chiqishi uchun. Va o'sha narsani bolakayni o'ziga ham berdim. Nimalardir chizib tashlagan. Ko'rgin mana, u kulgili chiqish kerak. Haqiqatan ham bola kuldi. Unga bu juda qiziq tuyuldi. Va uni yirtib tashlab yubordik. Bilasizmi, unaqa paytda insonni, o'sha bolakayni ong ostida men qo'rquvimdan yuqori turaman degan fikr paydo bo'ladi. Bu esa qo'rquvlaridan yuqori turish uchun intilish paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Siz ham shuni bir qilib qo'ying. Bolakaylar uchun bu. Lekin har qanday holatda ham bolalarimizga faqat mehr muhabbat kerak. Hurmatli qadrdonlarim. Sizga ham savol. Sizda ham shunday holatlar bo'lganmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Bolaning tarbiyasida qo'rquv kerakmi, yo'qmi? Bu foydalimi yoki zararmi? Aslida men shu aytgan gaplarimning hammasi bu mening fikrim. Ko'p yillik tajribamdan kelib chiqib, haqiqatan ham psixolog sifatida men bolaga qo'rquv kerak emas deb o'ylayman. Aslida qo'rquv bu bizni himoya qilish tuyg'uyimiz aslida.
Lekin bolakayni qo'rqitib hurmat qildirishga intilish bu noto'g'ri. Qo'rquv aslida tuyg'ular orasida kerak, lekin qo'rqitib hurmat qildirish yaxshi narsa emas. Bu zararga aylanib ketadi. Ya'ni insonni o'sha bolakayni hayotiga zararli ta'sir qoldiradi va kelajakda ham o'z zararini ko'rsatib boradi. Mana shuning uchun ham aslida qo'rquv kerak emas bu yerda. Shunchaki muhabbat bilan bag'ringizga bosishingiz bolani darrovgina o'zgarishiga ta'sir qiladi, yordam beradi. O'z fikrlaringizni yozib qoldirasiz degan umiddaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.